Men hozir ham suv olaman deb kelgan edim magazinga. Barcha chanqagan bo'lsa kerak. Endi hozir yana radar deyapti. Hikvision deyapti. Bu yerda Hikvision yo'q, signaturni rejim turibdi, radar detektor. Ko'rib turibsizlar. Magazinga kelasizmi? O'zini eslatib qo'yadi. Kolami, menimcha Coca-Cola so'raydi. O'tgan safar Coca-Cola ko'rib multiradar degandi. Xullas chanqagan bo'lsa kerak. Sizlarda qanaqa ishlayapti? Izohda fikr qoldiringlar. Doppler Pro Wi-Fi radar detektori bilan solishtirib testlar qilishyapti. Lekin men shuni amin bo'lib aytamanki, Doppler Pro Wi-Fi har qanaqasiga solishtirsangiz ham yutib chiqadigan radar detektor. Oddiy misol, proshivkasi. Proshivkasi butun SNG bo'yicha bitta proshivka bilan yursangiz bo'ladi. Bunda Neoline des unaqa emas. Siz Rossiyaga ketmoqchi bo'lsangiz, safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta yana bitta radar detektor Rossiyadan sotib olishingiz kerak. Monopoliya xullas. Lekin Silverstone FR kompaniyasi iste'molchiga shunaqa sharoitlari, tanlov huquqini qoldirgan. Tanlovda adashmang, tanlovda adashmang.